Challenge'imizning bugun 9-kuni. Ertalab turib zavtrakka oyim bilan kasha tayyorladik, maza qilib ichib oldik. Keyin esa dars stolimga o'tirib darslarimni qilib oldim. Tarix fanidan konspekt yozib oldim. Darslarimni qilib olib, stolim ustini bir sidra yig'ishtirib oldim. Stolim ustini vlajniy salfetka bilan artib chiqdim. Xonadan shirin hid kelib turishi uchun shunaqa sprey sepib oldim. Uylarni ham bir sidra yig'ishtirib oldim. Keyin esa bugungi rejalarimni planlashtirishim uchun menga kerak bo'ladigan narsalarni olib oldim. Shu joyda menga podpiska bo'lib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Sizlar ham menga o'xshab kunlik plan tuzib yurasizlarmi? Keyin qarasam maktab vaqtim bo'lib qolgan ekan, formalarimni kiyib oldim. Bu esa meni bugungi ukrashenialarim. Har doimgidek ko'chaga chiqishdan oldin yuzimga SPF surib oldim. Bugun musiqa fanidan imtihon topshirdik. Maktab tugashiga ham sanoqli kunlar qoldi. Maktabdan kelib uyga kerakli narsalarni magazindan olib kelib oldim. Keyin esa ukam bilan maza qilib Snake multfilm ko'rib o'tirdik. Keyin esa ozgina vaqt kitob o'qib oldim. Oldinlari umuman kitob o'qimasdim, hozir esa menga kitob o'qish juda ham yoqadi. Keyin oshxonaga borib, oyimga ovqat qilishlariga qarashardim. Keyin televizorga qarasam, aka-uka grim ertaklari berayotgan ekan, kichkinaligim esimga tushib ketdi. Shu multfilmni ko'raman deb birozda kutib o'tirardim. Sizlarga ham yoqadimi? Orada ovqat ham pishib qopti, salatchalar bilan maza qilib yeb oldik. Oshxonalarni yig'ishtirib olib, bugun bajargan ishlarimni belgilagani dars stolimga o'tirdim. Sizlarga ham shu challenge boshlashinglarni tavsiya beraman. Bugungi bajargan planlarimni ham belgilab chiqdim. Agar sizlarga ham bloknotimga qilayotgan ideyalarim qiziq bo'lsa, kommentariyaga ideya so'zini qoldiringlar. 9-kunim shunaqa o'tdi. Like va podpiska uchun hammaga rahmat.